Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana davlat tomonidan qo'yilgan avtobuslarimiz Toshkent, Moskva, Sankt-Peterburg, Qo'yliq vodiy petagida 7-aprel kuni aka-ukalar, opa-singillar. 7-aprel kuni aksiya 750 ming so'mdan akalar. Toshkent, Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg davlat tomonidan qo'yilgan avtobuslarimizdan. Bemalol murojaat qilib kelaverasizlar. Ekranlarga ishonchli raqamlarni qo'yamiz aka-ukalar. Davlat tomonidan qo'yilgan. Bemalol kelaverasizlar. Zohidjon akamiz Amazatdan syomka jarayonlarida. Mana syomka jarayonida rahmatulloh ham o'tiribdi. Biz efirda. Mana akalar, avtobuslarimiz top-toza bo'ldi mana. Xudo xolasa dushanba kunga 7-aprelga aksiya akalar. Opa-singillar 750 ming so'mdan. Qolgan kunlari 860 ming so'mdan. Moskva, Toshkent, Toshkent, Sankt-Peterburg akalar davlat tomonidan bizdan qo'yilgan avtobuslarimiz mana Qo'yliqdamiz, vodiy petagida mana akalar. Lakt bosinglar akalar, podpisani bosinglar akalar, xalqimiz ko'rsin. Oldindan hammanglarga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Kelaverasizlar mana akalar. Toshkent, Moskva, Rahmat. Toshkent, Sankt-Peterburg mana akalar. Avtobusimiz 7-aprel kuni xudo xolasa To'g'ridan to'g'ri reyslar amalga reysga chiqadi. Lak bosishni, podpiska bosishni ayamanglar akalar.